Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Salomatmisizlar, sog'misizlar, yaxshimisizlar? Bugun Alloh nasib qilsa 2-iyul Murano o'yimiz bu. Jicha o't ko'p bosib qolyapti. Bir haftada chirmoq ko'payib ketyapti bizda. Muranolarimiz hosillari bor, Allohga shukr. Yomon emas. Gullari chiroyli bo'lib kelyapti mana. Mevalari jicha mayda, chunki ortiqcha oziqa berganimiz yo'q. Mayda bo'lib, o'ta mayda emas, adbor sredniy mayda chiqyapti, yong'oq chiqyapti hozirgi kunda. Hosillari lekin qattiq, o'ta chiroyli. Bu muranolarimiz. Naryoqda ochiq yerimizda kabrilloyimiz bor. Bateriya bo'lgan joylari bor, to'g'ri. Mana bu yog'imiz kabrillo. Bu kabrilloyimiz. Bu ikkita agatimiz Murano, mana azizlar. Muranoda hosildorligi ham yaxshi, unaqa yomon emas. Endi mana Xudo xolasa, mana azizlar, Muranolarimiz juda ham chiroyli holatda kelyapti. Bunimiz kabrilloyimiz mana. Kabrillo bu. Juda chiroyli bo'lib, Allohga shukr. To'panmas, ozanmas. Rizq qayrasa Alloh berib turibdi. Chiqyapti hosillar anchagina.